Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, tadbirkorlar, siz uchun ajoyib yangilikimiz bor. Ma'lumki, joriy yilning iyul oyida hurmatli prezidentimizning soliq nizolarini sudgacha bo'lgan jarayonni takomillashtirish bo'yicha 223-sonli qarori qabul qilingan edi. 24-oktyabrda ushbu qaror asosida O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasining huzurida soliq qoid nizolarini ko'rib chiqish kengashi tashkil qilindi. Demak, endilikda Savdo-sanoat palatasi huzurida ekspert kengashi o'z ishini boshlaydi. Bu kengash yaratilishi tadbirkorlarga qanday qulayliklarni yaratadi deb savol berayotgan bo'lsangiz kerak. Ekspert kengashini tuzishdan maqsad tadbirkorlar va soliq organlari o'rtasida nizolar yuzaga kelsa, ushbu nizoni o'rganib chiqib, ushbu bo'yicha xulosa berishdan iborat. Soliq organi tomonidan qabul qilingan qarorlarga e'tirozingiz bo'lgan taqdirda ushbu qarorga xolisona baho berish uchun ekspert kengashiga murojaat qilish mumkin. Bundan tashqari ekspert kengashini yana vakolatlari, bir qancha vakolatlar bor. Ya'ni aytaylik, normativ-huquqiy hujjatlardagi nomutanosiblikli bo'lsa, siz o'sha bo'yicha e'tirozlaringiz bo'lsa, e'tirozlaringizni yozma shaklda ekspert kengashiga berishingiz bilan ekspert kengashi hujjatlarni ko'rib chiqib turib, ushbu normativ hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha ham taklif berish vakolati ekspert kengashga berilgan. Shuningdek, ekspert kengashi agarda shu nizoli vaziyat sudlarda, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, uni ko'rib chiqmaydi. Birinchi holat. Ikkinchi holat, ish jarayoni sudda ko'rilayotgan bo'lsa, ko'rib chiqmaydi. Uchinchi holat, soliq organi tomonidan sizga e'tiroz bildirilgan-u, lekin hali soliq organining qarori bo'lmasa, bu ish ekspert kengash tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Ushbu ekspert kengashini berilgan vakolatlarni menga juda yoqqan tomonsiga aytib o'tadigan bo'lsam, ekspert kengashi sizga bergan xulosasi vakolatli organ tomonidan ko'rib chiqish majburiyligi belgilangan. Ya'ni bu ekspert kengashini yozgan xulosasi shunda havoda qolib ketmaydi. Uni qabul qilib olgan organ uni ko'rib chiqishga majburiy va bu bilan o'sha qonun ustuvorligi va adolat qaror topishida bu o'ylaymanki, bu katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, shunga e'tibor berishimiz kerakki, ekspert kengashi ham tarkibi tasdiqlangan. Bu tarkibda kerakli mutaxassislar o'rin olgan. Bular sanab o'tadigan bo'lsak, Savdo-sanoat palatasining raisi, Iqtisodiyot va moliya vazirligining vazirining o'rinbosari, soliq qo'mitasining raisining o'rinbosari, Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i, arbitraj sudi, Savdo-sanoat palatasining raisi va bir qancha soliq maslahatchilari va auditorlar jalb qilingan. Shuningdek, yana bitta ekspert kengash vakolat berilganki, ish jarayonida agar bir boshqacha xususiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, ekspertning kengashga majburiyatdan, ya'ni keraklidan qarab chiqib turib, kerakli ekspertlarni ham jalb qilish vakolati berilgan. O'ylaymanki, hurmatli tadbirkorlar, endilikda sizni huquqingiz paymol bo'lganda, siz bemalol Savdo-sanoat palatasi huzuridagi soliq qoid nizolarini bo'yicha tashkil qilingan ekspert kengashiga murojaat qilishingiz va o'zingizni buzilgan huquqlaringizni ushbu kengash orqali tiklab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hurmatli tadbirkorlar, soliq bo'yicha yangi o'zgarishlarni o'z vaqtida bilib borishni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Rahmat e'tiboringiz uchun.